Tasavvur qiling, agar sizda dunyodagi mashhur va katta investorlar qaysi aksiyalarni sotib olayotganligi va qaysilarini sotib yuborayotganligi haqida ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, qanchalik sizga bu ma'lumotlar yordam bergan bo'lardi? Misol uchun shaxsan menga bu ma'lumotlar juda ham foydali bo'lgan bo'lardi. Chunki o'sha ma'lumotlarga qarab turib, aksiya bozoridagi pullar qayerga ketayotganligi va qanday trendlar bo'ladiganini ko'rish mumkin bo'ladi. Va sizga yangiligim bor yo yaxshi xabarim bor. Ushbu ma'lumotlarni biz bepulga topsak bo'ladi va ushbu videoda men sizlarga qanday o'sha ma'lumotlarni topish haqida ma'lumot berib o'taman. Qani unda boshladik. Assalomu alaykum hammaga, yangi videoga xush kelibsizlar. Yuqorida aytib o'tganimdek, biz shu katta investorlarni nimalarga investitsiya qiladiganligi haqida bepul ma'lumot olishimiz mumkin. Chunki Amerika qonunchiligi bo'yicha shu katta investorlar yilning har choragini oxirida o'zlarini portfoliosini ko'rsatishga majbur va o'sha portfoliodagi ma'lumotlarni shu Dataroma degan veb sahifadan qidirib topsak bo'ladi va ushbu narsani sizlarga ko'rsatib o'taman. Va bugungi videoda Warren Buffett kompaniyasini portfoliosini ko'rib chiqamiz. Chunki bilsalaring kerak, Warren Buffett haqida eshitgan bo'lishlaring kerak. Shu Warren Buffett dunyoda ko'pchilik tomonidan investitsiya qiroli deb ham e'tirof etiladi. Shuning uchun menimcha o'sha odamni kompaniyasini portfoliosini ko'rib chiqish qiziq bo'ladi. Endi buning uchun Google ga kelib turib, Google dan Dataroma deb qidiramiz. Shunda birinchi sahifa kelib chiqadi. Shuni ustiga bosamiz. Va mana shu yerdan katta investorlarni portfoliosini ko'rishimiz mumkin. Birinchi kelinglar bu joyga qaraymiz. Bu yerda ko'rsalaring, shu hozirgi paytda ko'pchilik tomonidan sotib olingan 10 ta aksiyani ro'yxatini ko'rishlaring mumkin. Bu ham qiziq ma'lumot. Misol uchun hozirda Google eng ko'p sotib olingan aksiyalardan bittasi ekan. Undan keyin Microsoft, Amazon, Meta, Visa shu kabi kompaniyalar. Bu yerda Apple kompaniyasini ham ko'rishimiz mumkin. Va bu yerda yana qiziq ma'lumotlar bor. Misol uchun oxirgi chorakda qaysi aksiyalar ko'p sotib olindi yo sotib yuborildi. Shu yerdan o'zingiz ko'rib chiqishingiz mumkin. Endi bu yerda chap tarafda shu katta investorlarning nomlarini ko'rishlaring mumkin. Bu yerdan kelinglar Warren Buffettning nomini qidiramiz va bu yerda ko'rishimiz mumkin Warren Buffettning kompaniyasi. Kelinglar buni ko'ramiz. Xo'p, bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bu hozirgi ko'radigan narsalarimiz 2026-yilning birinchi choragini oxiridagi ma'lumotlar, ya'ni 31-mart bo'yicha. Undan keyin qandaydir o'zgarishlar bo'lgan bo'lishi mumkin, yangi aksiyalar sotib olinishi yoki bo'lmasa sotib yuborilishi. Hozirgi kunda yoki bo'lmasa birinchi chorakning oxiri bo'yicha 29 ta aksiya bor ekan Warren Buffett kompaniyasini portfoliosida. Va bu yerda portfoliosining narxi qanchaligini ko'rishlaring mumkin. Ya'ni 263 milliard dollar ekan portfoliosi. Xo'p, endi pastga tushadigan bo'lsalaring, bu yerda holdings, activity, buys and sells bor. Holdings ya'ni portfoliosidagi aksiyalar, qaysi aksiyalar bor? Bu yerda ko'rishlaring mumkin. Apple kompaniyasi portfolioning 22% tashkil qilar ekan, ya'ni eng katta, eng ko'p aksiyalardan bittasi. Xo'p, undan keyin bu yerda American Expressni ko'rishimiz mumkin, Coca-Cola kompaniyasi, undan keyin Bank of America, Chevron kompaniyasi va bu yerdan ko'rib chiqishingiz mumkin hozirgi kunda qaysi aksiyalar bu Warren Buffett kompaniyasining portfoliosida bor. Xo'p, endi menga qiziq bo'lgan narsa nimalarni sotib oldi va qaysi aksiyalarni sotib yubordi o'tgan chorakda. Buning uchun ushbu buy degan joyga keladigan bo'lsangiz, bu yerda qaysi aksiyalarni sotib olganligini ko'rishingiz mumkin birinchi chorak 2026-yilda. Va bu yerda ko'rishimiz mumkin Google kompaniyasidan 36,5 million dona aksiya sotib olibdi. Bu yerda nima uchun sotib olgani haqida ma'lumot bo'lmaydi, faqatgina o'zimiz taxmin qilib ko'rishimiz mumkin. Meni taxminim bo'yicha
hozirgi paytda shu AI ya'ni sun'iy intellekt jangida Google ham katta ishtirok etyapti va Google bundan katta sarmoya ko'ryapti. Chunki Google faqatgina bu narsa qidirib topadigan sahifa emas, uni boshqa biznes modellari ham bor. Ya'ni misol uchun YouTube'ni aytishimiz mumkin yoki bo'lsa cloud environment. O'shaning uchun menimcha Warren Buffett Google'ni AI jangida shansi borligiga menimcha ishonyapti. Undan keyin ko'radigan bo'lsak, New York Times aksiyalaridan sotib olibdi 10 million dona. Undan keyin bunisi qiziq, Delta Airlines, ya'ni Delta havo yo'llari bu kompaniyani aksiyalarini endi sotib olibdi, deyarli 40 millionta. Bu juda ham qiziq menga, chunki 2020-yilda pandemiya bo'lgan paytda bu havo yo'llari aksiyalarini sotib yuborgan edi Warren Buffett. Endi mana 2026-yilga kelib, oradan 6 yil o'tib yana sotib olyapti ekan. Bu menimcha yaxshi dars bo'ladi, chunki agar biron bir aksiyani sotib yuborsangiz, u degani qaytib u aksiyani sotib olmasligingiz kerak degani emas. Agar bozor holati yaxshi bo'ladigan bo'lsa, yana u aksiyalarni yoki bo'lsa o'sha sohadagi aksiyalarni sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, yana bu yerda boshqa kompaniyalarni ko'rishimiz mumkin. Misol uchun bu kompaniya haqida eshitmaganman. Bu kompaniya nima qilish haqida ham ma'lumotga ega emasman. Yana bitta qiziq tomoni bu portfolioni ko'rib chiqishda shunaqa oldin eshitmagan kompaniyalaringizni nomini ko'rishingiz mumkin. Misol uchun men bu kompaniya haqida ma'lumotga ega emasman. Lenner degan kompaniya haqida. Keyin misol uchun o'zingiz kirib, bu kompaniya nima ekan, nima ish qilar ekan deb qidirib ko'rsangiz bo'ladi. Misol uchun bu kompaniyani oladigan bo'lsak, buni olamiz. Google ga o'tib turib, bu yerdan qidirib ko'rsak, bu yerda ma'lumot olishimiz mumkin. Bu kompaniya shu Amerikadagi katta uy qurish kompaniyalaridan bittasi ekan. 54-yilda tashkil topgan ekan. Endi bu yerdan qaysi aksiyalarni sotib yuborganligini haqida ham ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Buning uchun ushbu sales degan bo'limga o'tasiz. Bu yerni bosadigan bo'lsak, 2026-yil birinchi choragida juda ko'p aksiyalarni sotib yuboribdi. Bu yerda ko'radigan bo'lsak, ko'zimga tashlanganlari Visa, Mastercard kompaniyasini to'liq hamma aksiyasini sotib yuboribdi. Bu yerda Domino's kompaniyasi, yana nima qiziqlari bor ekan. Amazon kompaniyasining aksiyalarini ham sotib yuboribdi. Men uchun bu juda ham qiziq. Nima uchun Amazon kompaniyasining aksiyalarini sotib yubordi? Yoki bo'lmasa Visa yoki Mastercard. Chunki Visa hamda Mastercard dunyodagi shu to'lov sistemasi bo'yicha yoki bo'lmasa to'lov tizimi bo'yicha eng mashhur kompaniyalardan bittasi va bular juda ham katta o'zini networkiga ega va ular juda ham yaxshi daromad ko'radi. Kelinglar Visa kompaniyasini ko'rik. Oxirgi yillarda qanaqa. Xo'p. 2026-yil mart oyida aksiya narxi pastga ancha tushibdi. Lekin yana o'sishni boshlabdi. Oxirgi 5 yillikni ko'radigan bo'lsak, 5 yillikda ham aksiya narxi o'sib boryapti. Qiziq, nima uchun sotib yuborganligi. Bu haqda o'zim qidirib ko'raman. Nima bo'ldi ekan bu yerda? Mastercardni ham ko'rak, aksiya narxi qanaqa bo'lyapti. Xo'p, Mastercard ham mart oyida ushbu yilda aksiya narxi tushibdi ancha va sekin-astalik bilan narxi ko'tarilib boryapti. Oxirgi 5 yillikni ko'radigan bo'lsak, 5 yillikda ham narxi ko'tarilib kelmoqda. Qiziq, men uchun qiziq nimaga bularni sotib yuborgani. Misol uchun Amazon kompaniyasi ham, Xo'p, mart oyida yana bu kompaniyaning aksiyalari ham tushib ketibdi, lekin yana aksiyalar ko'rganlaringdek narxi ko'tarilishni boshlagan. Oxirgi 5 yillikda eng past narxi $86 bo'lgan ekan 2022-yilning oxirida, hozir
deyarli $300. Demak, agar siz 2022-yilning oxirida bir dona aksiya sotib olganingizda $85 to'lagan bo'lardingiz va hozir $85 $300 bo'lgan bo'lardi. Bu sotib yuborilgan aksiyalarga boshqacha sabab ham bo'lishi mumkin taxminim bo'yicha, chunki ushbu yilning boshida Warren Buffett kompaniyani boshqaruvchiligidan ketdi, ya'ni CEO pozitsiyasidan ketdi va o'rniga boshqa odam keldi. Balki u boshqa kelgan odam bu kompaniyalardan ko'ra boshqa kompaniyalarni afzal ko'rar. Balki shuning uchun sotib yuborilgandir. Yoki bo'lmasa bu kompaniyalarning aksiyasining narxi anchagina oshib ketgan va ularning nazarida bu aksiyalar bunchalik qimmat bo'lmasligi kerak. Qanaqadir yana aksiyasining narxi tushishini kutib turib boshqatdan yana sotib olishlari mumkin. Lekin bu narsani men har chorakda kuzatib boraman. Chunki bu kompaniyalar men nazarimda, misol uchun Visa, Mastercard, Amazon kabi kompaniyalar men o'ylagandim har doim o'sib boradi. Bu kompaniyalarga talab har doim bo'ladi deb o'ylagandim. Lekin aksiyalarni sotib yuboribdi. Ya'ni aytib o'tganimdek, har chorakda bu narsalarni kuzatib boraman. Qiziq, agar yana bu kompaniya qaytib ushbu aksiyalarni sotib oladimi yoki yo'q. Xo'p, ko'rganlaringdek, ushbu sahifa orqali siz investorlarni portfoliosini kuzatib borishingiz mumkin. Lekin bitta minus tomoni, bu kechroq chiqadi ma'lumotlar, ya'ni chorak tugagandan keyin o'tgan chorakda biz shu narsalarni sotib oldik yoki bo'lmasa sotib yubordik deydi va bu qandaydir ma'noda sizga to'liq foyda keltirmasligi mumkin, chunki agar siz hozir sotib olgan aksiyasini hozir ko'rganingizda siz ham ularni strategiyasini ko'chirib pul ishlashingiz mumkin bo'lardi. Lekin bu unday emas. Lekin shunday bo'lsa ham menimcha biz ya'ni investorlar uchun bu narsalar foydali. Agar sizga ushbu ma'lumotlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, komment qismida yozib qoldiringlar. Boshqa investorlarni ham portfoliosini ko'rib chiqamiz. Misol uchun Bill Gates yoki Michael shu kabi investorlarni. O'ylaymanki, ushbu video sizlarga foydali bo'ldi. Foydali bo'lgan bo'lsa, bundan juda ham xursandman. Keyingi hafta yakshanba kuni ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar. Xayr.